Ulug' Rabbim icabet kıl, Yiroqda ana duosini. Ulug' Rabbim icabet kıl, Zindanda ata duosini. Ulug' Rabbim icabet kıl, Musafir yetim duasini. Ulug' Rabbim icabet kıl, Vatansiz g'arib duasini. Ulug' Rabbim nasib ayla, Ko'rishga vatan azodini. Ulug' Rabbim nasib ayla, Ko'rishga zolim zavolini. Ulug' Rabbim nasib ayla, Ko'rishga onam jamolini. Ulug' Rabbim nasib ayla, Suyishga vatan tuprog'ini. Ulug' Rabbim nasib ayla, Kezishga vatan gulbog'ini. Ulug' Rabbim nasib ayla, Vatan tuprog'ida o'lishni. Assalamu alaykum wa rahmatullohi va barakatuh. Qarindoshlar, yaxshi turdinglarmi? Bugun muhim bir temaga to'xtalgan bo'ldik. Temamiz bo'lsa g'ayrimuslim, ya'ni musulmon bo'lmagan Uyg'urlar haqida bir suhbat olib bergan bo'ldik. Kuzat Altay apandim qarindoshimiz bilan. Başta Kuzat Altay efendimi teklif kılıp Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın salamını birey. Müslüman boğan ikimiz. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kanal yakşı makarım. Elhamdülillah. Şununla bugün günlükte bu gayrimüslim Uygurlar, Müslüman olmayan Uygurlar hakkında nime üçün toxtalgan bolduq? Udurlan biz temizgi kireyli. Aval ma bir gapni qo'ytay. Amdi men gerçi xalqlarninki imanini palanchininki imani 300 gram yakımız 1 tonna 2 metre 5 metre deb ölçeydigan bir taqvolik seviyesiga yetmedim. Lekin shunda avasımı qo'limizdan kelishicha samimi memnun musulmon bo'lib yashayotgan bir inson. Normalde meni tillasa men xo'sh bo'laman, chunki menga foydali deb o'ylayman. Chunki meni oxiratlikka berib bankada saqlab turadigan hamda men uchun kreditlarda ular. Nimishqa? Chunki oxiratda meniki savoblarimning yetishmaydiganligiga hamda shubham borda, yetishimda yetishmamda. Shu vaqtida hamda savoblar tugab, gunohlarni berilishi to'g'ri kelib qolsa, shu bizning haqqimizga kirgan, bizni tillaganimizni haqorat qilgan insonlarga hamda shu vaqtida o'tin berganga odam lozim. Hozir bizni tillab achchig'ini chiqarib olgan bilan oxiratda biz uchun foydali deb o'ylayman. Lekin shunda bo'lsa-mu, bir musulmon bo'lish suhbatim bilan odamlarning bizni tillab bekor cho'ng gunoh bo'libmi iymonidan ajrab ketmasligi uchun bugungi suhbatimiz tüpeylidən bizdənki imanımız, itiqadımız, yoki bo'lmasa musulmon ekanligimiz, emasligimiz to'g'risida qalaymaqan gapirmasligini umid qilaman. Chunki men u ishlar men uchun baribir. Ammo payg'ambar alayhisalom degan, agar bir musulmon bo'lgan bir insonga sen agar uningga kofir desam, ikkilarning birisi kofir. Yoki bo'lmasa agar men musulmon bo'lsam, sen kofir bo'lsan. Shunga qarindoshlarning diqqat qilib, bekor meni tillab achchig'ini chiqarib olma deb nim qilmasligini umid qilaman. Bu bir. Ikkinchisi bu yerga hamda Uyg'ur Amerika Birlashmasi oq ko'k deydigan gaplar insonlar chiqishi mumkin. Men o'zimga vakolatan chiqdim bu yerga. Men birinchi meningki salohiyatim Uyg'ur bo'lish bilan jamiyatdagi o'zimizningki qarindoshlarning ishidagi masalalarni deyishga bizning haqqimiz bor. Buningki raislik bilan yoki bo'lmasa boshqa salohiyatlar bilan hech qanday aloqasi yo'q. Yoki bo'lmasa mening da'vatgan gaplarim boshqalarga vakillik qilmaydi. Faqat o'zimga vakillik qildim. Uchinchisi nishqa bu nimani tanlab qoldik-da. Bu temani tanlab qoldik. Uyg'urlar kuni qoldi deb o'ylayman. Hozirgacha ham xalqlar yaxshi ko'rmaydigan, odam tillaydigan jiqiliqi, nozik temalarni men tillayman normalda. Chunki bizningki Uyg'urchada bir so'zimiz bor, maqol tamsil. Kasalni yushasan, o'lim oshkora. Bizning jamiyatimizda, Uyg'ur jamiyatimizda belgilik ba'zi nozik masalalar bor. Biz ularni yushirib
gilamning ostiga kirib tiqqandek, gilamning ostiga axlat tiqqandek, o gilamning ostiga axlat tiqayotgandek uy pokizlik turgan bilan u turaydi atugin. Shunga o'xshash bu nozik masalani biz o'ttirib chiqishimiz kerak. Agar men bu boshqalarga o'xshash odam tillaydigan yoki bo'lmasa palonchini kofir, palonchini musulmon, islom jumhuriyati qurayli, oq ko'k deb asan hayajonli emasmi? Bo'libmi musulmon davlatlarda bu ba'zi bilim seviyesi bilan munosabat qilish, bu o'qish seviyesi bilan munosabat qilish, bu iqtisodiy seviyesi bilan munosabat qilish bu. Hozir eng ichinchi ish bizningki musulmon jo'grafiyasida insonlarningki ilmiy, iqtisodiy seviyesining yeterlik bo'lmaganligi tufaylidan bu insonlar asan hayajonlangan, asan gazga keldigan, asan hissiyoti do'ng'iydigan shunday bir xarakteri bo'lg'ashqa siyosiylar sahnaga chiqib Alloh deb vaqagandan keyin hammasi hushidan ketib shunday bo'lib ketgan bir vaziyatda albatta biz bunda temalarni tanlamay qanday qilsak musulmon, xristian, uyg'urlarni ujuqtirib yetalaymiz, qanday qilsak rasmiy bir islom davlati qura olamiz, qanday qilsak kesib mundaq desak albatta agash kuchlarimiz jiq chiqadi. Ammo bu yerda bizning maqsadimiz insonlarni atrofimizga to'plab chavoq qilib insonning hissiyotini qo'zg'ash emas. Bu yerdagi maqsadimiz ba'zi bizningki necha yilning yog'zi yushirib kelayotgan, eg'izga ilishga xolamayotgan shunday bir problem borligini Uyg'ur jamiyatida, diasporada, hatta vatanda shunday bir masalaning borligini biz e'tirof qilmayotgan bir vaziyatda buni ilib chiqsak asta-asta buning bir normallashish bosqichi bo'ladi. Biz Sharqiy Turkiston davlati quramiz deydi ekanmiz. Bu davlat boshqa davlatlarningki, boshqa millatlarningki, boshqa dunyodagi tashkilotlarningki e'tirof qilinishi bilan bir davlat bo'ldi. Siz o'zingiz bilan o'tirib bir orolda shuni bayon qadrini qadab olsangiz, haq e'tirof qilmasa davlat bo'lolmaysiz. Shunga bizning egalik huquqimizni buningdan keyingi 10 yil, 15 yilda agar bir davlat qurib olsak, qanday davlat quramiz? U davlat yashaydigan insonlarningki o'z diniga e'tiqod qilish erkinligi bo'lamdi, bo'lmamdi? Musulmon bo'lganlar yashab, musulmon bo'lmaganlarning qallasini yoki biz darg'a sandimiz degandek bunday masalalarni bizga hal qilmasak, ertaga biz davlat qurgan vaqtimizda Uyg'urlarni qo'llab, ya'ni kichkinalam o'ttira bir urushda bo'lib, yana birinchi, ikkinchi jumhuriyatga o'xshash o'zimiz yolg'iz qolsak, yana bo'lmaydi. Shunga butun xalqaro jamiyat e'tirof qiladigan zamonaviy bir davlat qurish uchun bu masalalarni bizning hozirdan boshlab Uyg'ur jamiyati buni taklif qilishimiz kerak deb o'ylab, shunday bir nimani tanladik hamda. Yaxshi, herhalde o tema shu yerga ketib qoldi. Masalan, islom davlatimi, demokrat davlatimi degandek bir so'z yozibdi. Demokrat islomchilar sahnada deb, biz sahnada. Hozir balki bu qilishimizdan yashatib xumayman atalmış Türkiye'mi şu demokrat İslamcı bir şekilde yürgüzatkan bir devlet mesela Nurun Uygurlarımız şu yerde tinç aman her xil aryanza dinler şu yerde yaşavatır her yanza cins nimleri bile yaşavatır meyli. Taksim'e basa obdan kördü olanı. Ha? Taksim'e basa şuna ulamı yaşavatır mesela. Xuddiyliqi devlet bir kuraylı dese bizni dinden çıkartkendik onda bir hüküm kılamaysiz. Bununla bir deliliniz mi yok? Neyse bekçi xeyliqi gapni azdırmay gayrimüslim Uygurlar hakkında. Mesela yakın yoki xili bo'ldi mencha boshqa dinga e'tiqod qilgan Uyg'urlarimiz o'tirib chiqyapti, xilda nomi bor insonlarimiz chiqyapti degandek. Bununla anandikin bizning nurg'un Uyg'urlarimizning yoki Sharqiy Turkistonliklarning bir ap kelayotgan bir shuar bor. Dinim islom, vatanim Sharqiy Turkiston degandek. Bu shuar bilan xumayma bu tema kirgan bormi? Chunki bu bek nozik bir tema. Bu kelajakda abay degandek. Bu ishlar qanday hal qila olamiz? Mening hamda dinim islom, vatanim Sharqiy Turkiston, bayrog'im maşallah, Allah razı olsun. İnşallah şu davatkan qarindoshlarimiz chin ko'ngil bilan, xolis niyatlar bilan davatqandi. Ammo shuvar to'lganning hammasining niyatining qandayligini biz yuragini ichib qarab boqmadik. Alloh o'zi obdan biladi. Yer sharida 1,5 millat musulmon bor. Agar Musaylima Kazzab bugun mushu dunyoda yashagan bo'lsa, ya Xudoyim saqlasin, şu 1,5 millat musulmonning qancha persenti ashadamning aqlini akishib nemishqa? Chunki insonlarni manipulya qilishni biladi. İnsanların hissiyatını qo'zg'ashni, o'ynashni biladi. Bularning tilidagi bu qudrat shaytondami yo'q. Shunga bu yerda insonlarningki yuragini g'idirlaydigan, nervisini shunday qildigan, shunday gaplarni qilib bersa, xo'sh bo'lganligi ta insoniyatning beshidan minglarcha 1400 yil payg'ambar alayhisalom tugab ketishdan keyin o'tirib chiqqan bir kazzab bu. Shu davrda payg'ambar alayhisalomning hamman shu sahobalarning davridimi?
Şu vaqtda etrafıda hatta insanlarını toplap koşun bir devlet kuruldak derecede şunca kudretli devlet kulargan. Şuna bu yerde hele to'lash insanların hissiyatını do'ng'aytish asan. Ama maksat o emas. Bu yerdeki maqsadimiz bizningki insonni o'ylanishga, hatta hakikaten bu yerga biz Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ninki 23 yıllık hayatını kim qanchalik o'rgandi? Masalan, Siyer Peygamber Aleyhisselam'ninki hayatını o'rganish, tug'ilmaslikdan burun qanday ishlar bo'ldi, tug'ilgan vaqtda qanday ishlar bo'ldi, pil baqasida qanday ishlar bo'ldi, tug'ilgandan keyin 6 yoshgacha qanday bo'ldi, undan keyin cho'ng'atishdan qanday yashadi, avu shamlarga qanday bordi. Masalan, shu tijoratni qanday qildi, Hazrat Xadicha onamizdan qanday to'y qildi, anandan keyin bu qanday bolalari bo'ldi, qanday payg'ambar bo'ldi, payg'ambarning birinchi 10 yilda nima ishlarni qildi, ikkinchi 13 yilda nima ishlarni qildi, Makkaning fathidan keyin nima ishlar qildi. Mushuning hammani ko'rmay turib, bu yerda qari quyuq atrofimizdagi insonlarninki, bulubmu siyosiylarninki bangir vaqirab, bulubmu populist deymiz, insanların hissiyatını qo'zg'aydigan, Allah deb bunda to'lab insonlarni shunday qildigan insonlarga emas, biz haqiqatan dinimizni yaşamoqchi bo'lsak, birdan bir bizningki manbarimiz Qur'oni Karim, sunnat va payg'ambar alayhisolamning hayoti bo'lishi kerak. Men bu yerda qarindoshlarimizga bir savol so'rayman. Inshaalloh ostiga yozib qo'yinglar ko'rayotgan qarindoshlarimiz. Muhammed Resulullah degan mushu bir gapni degan vaqtda, masalan, qalbingizga kelgan kalimalarni aşağı yozib qo'yishingizni umid qilaman. Qarindoshlar, men bir yordam qilib yozib qo'ygan bo'lsanglar, mushu inkaslarga. Masalan, masalan, Avral desa, bizning kichik vaqtimizda Urumchida bir marojixona bor edi. Qallamga marojna keldi masalan. Sen Shanza desa, masalan, lampon keldi. Masalan, ba'zi narsalar keldi qallamga. Shunga o'xshash bizning qalbimizda nima shaklda Payg'ambar alayhissalom degan vaqt shuni bir yozib qo'yinglar aziz qarindoshlar. Anamdagi shuni qarab biz deyishaylik. Yazandır. Niyada sen o'ylangaч to'g'ri, men bir qancha narsani deytay. Qara. Ta Adem alayhissalomning davridan tortib insonlar tek bir dinda bo'lgan emas. Hamda men Habilning hikoyasini bilamiz. O'g'illari qaysi kim dinga iqror qildi bilmayman, lekin birisi bir insonni o'ldirish bilan bilan shu yerda qaysi qanday bir vaziyatda jon berganini biz bilmaymiz. Masalan İbrahim Aleyhisselam'ın dadısı Müslüman emas. Ama o yerda İbrahim Aleyhisselam ta dadısı bo'lgan muhabbetiga, o ichidagi g'azab nafrat, Allah bu dadamninki kafir bo'lganligi uchun balasını versin, kallasını alsın, cehennemde köydersin demaydi. İbrahim Aleyhisselam dadısı shunchalik duo qildiki, hatta Qur'oni Karimda oyat tushdi İbrahim Aleyhisselamga. Bo'ldi, dadam uchun duo qilma deb Xudoyim İbrahim Aleyhisselamni mushundaq birligi ogohlantiruvga qadar payg'ambar İbrahim Aleyhisselam o'zining dadisiga, musulmon bo'lmagan dadisiga duo qildi. Bu yerdagi bu muhabbat, bu yerdagi bu axloq, bu yerdagi bu insoniy sevgi nereden kelgan? Ama hozirgi insonlar qarab yiqinglar. Hozirgi insonlar qarasanglar, darhol mushu g'azab, nafrat ko'kirib, tatirib, mushundaq insonlarni jahannamga tish qoldirayotgan. Masalan, Hazrat Adem Aleyhisselam o'zining o'g'li tufanda tak chiqib olib, men tushmayman degan vaqtida, shu vaqtida o'zining o'g'limi Adam Nuh alayhissalomniki musulmon bo'lmagan. Masalan, Lut alayhissalomning ayoli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamniki suyumlik tog'isi, masalan, Abu Talibga qanday muomala qilgan payg'ambar alayhissalom? Shu yerda sen musulmon bo'lmading, qallanglanma, sening iymoningda chatoq bor, seningki diningda chatoq bor deb shunday qilganmi yoki bo'lmasa ta oxirgi nafsigacha o'zining axloqiy sevgisi, muhabbati bilan shunga ta'sir qilganmi? Payg'ambar alayhissalom davriga qarab, hatto payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam tugab ketgandan keyin nima bo'lgan? Payg'ambarimiz tugab ketgandan keyin payg'ambarimizningki savut va dubulg'ilari shu Madinada bir Yahudi tijoratchining go'roxonasida go'rak ilqi. Chunki nimishqa payg'ambar alayhissalom shuni Yahudi qazi bor. Hazrati Umar to'lab shu savut dubulg'ini qaytirib akildi. Şu vaqtda aşağıda ilim berim ticari münasebetler var. Peygamber Aleyhisselam bu Yahudinin kallasını alımız, aklımız, köklümüz demegen. Bu yerde ulanınki imanını ölçmegen. Mesela bir günü Peygamber Aleyhisselam ottağın vaqtida bir cinaze ötüldü kişiden. Şu cinaze ötken vaqtida Peygamber Aleyhisselam ornudan turup cinazıga, ölgen bir ölükке hürmet gösterdi. Hürmet gösterken vaqtida etrafı sahabeler, ya Resulullah bu bir Yahudi emasmi degan vaqtida, o mu insan emasmi deydi. Biz mushundaq rahmetellil alemin, alemlerge rahmet,
muhabbet, sevgi, aşk insanlarni jannatga kirgizishga erishman. Qandoq qilsam shu bir insonni jannat kirgizish uchun, hidoyatga erishish uchun deb butun kuch bilan kurash qiladigan bir insonningki biz nimasi ümmeti. Hergiz hozirgi insonlarda ikki gapning birisi bo'lsa kofir, musulmon, qallasini olamiz. Bu murtad, buni anda qilamiz, munda jazolaymiz deydigan bir inson emas. Shunga buningki dinimizning bir asosi yo'q. Endi xristianlar to'g'riliq men bir gap qilay, masalan men debdi, sen xristianlarni qendishim deding-ku deydi. Xristianlar ya bo'lmasa har qanday boshqa kofir bo'lgan insoniyatga qendoshlarimiz, din qendoshimiz boshqa. Ya'ni biz bu yerda shuni demayotimiz. Bu yerda uch kuzatishimiz musulmon alhamdulillah. Biz deymizki, har qanday bir kishi Alloh va uning payg'ambarini qabul qilmasa, oxiratda mengu jahannam yashar. Bu aniq, buningda tartishmaymiz. Yoki bo'lmasa murtadlarga qo'ygan yukim, masalan men aytayotgan yukim o'lim. Buni tartishmaymiz biz bu yerda. O murtadlarni o'ttirib unda gerek yok. Biz zaten hiç qaysimiz İslam devleti yaşamadık. Türkiye İslam devleti emas. Biz davetimiz ki biz madem İslam devleti yaşamayotimiz, demokratik devletler yaşayotimiz, nima uchun bu kadar düşmanlik ko'stimiz? Bizden bo'lmaganlarga. Ba'zi biri shaxsan men birisi albatta birisi kafir bo'lib kelsa, içim içinde berib shaxsiy shaklda men da'vat qilaman o insonga. Lekin uni unda tushirib, unda dushmani qo'yib, u menga nima foyda, uningga nima foyda? Masalan, hatta bizning da'vo sipimizdimi nurg'un yaxshi, masalan, nurg'un musulmonlar qila olmayotgan, Xitoyga nurg'un zarb berayotgan musulmon bo'lmagan Uyg'urlarmi bor masalan. Masalan, dindan chiqib ketgan atheist bo'lgan har xil dinlar bor. Nima uchun o kadar kimga foyda bu yerga? Men buni olib chiqyapmiz bu yerda. Men birga qilsam xaponmanglar qarindosh. Bizning yerda Max deb bir bola var, Yahudi bola o'zi. Allah. Men bunda ishlagan Uyg'ur ko'rib baxman, xaponmanglar, buning ko'nglini qilsanglar mayli. Uyg'urlarga bunchalar ishlab, bunchalar ish qilib natija qo'lga keldi degan men o'zim ko'zim bilan ko'rgan insonlarning ichidamda oldin qatorda shu dunyoda o'rin tutdi deb o'ylayman. Shu Uyg'urlar uchun shu ishlarni qilyapti-da. Ben bu örümcü degan nereden chiqqan bolalar, bu Jondan qaydan chiqdimi, nereden chiqdi bilmay, o qalayotgan gaplarni chiqarib olib yurgan. Adiljon Abdukerim degan bolaning huquqimiz bor, Turkiyadagi qarindoshimiz. Ammo da bir kimligi ma'lum bo'lgan insonlar bo'lsa javob berdi, anda kimligi noma'lum insonlarga vaqt sarf qilishni hojati yo'q. Endi kelaylik qarindoshlar. Biz davlat quramiz deyotganmiz. Hozir yer sharida 186 davlat bo'lgan bo'lsa, yoki bo'lmasa qancha davlat bo'lgan bo'lsa, shu davlatlarniki ba'zi bir o'rtalik aloqaliklar bor. Masalan, North Koreani chiqarayotgandan keyin ba'zi davlatlarniki bir baseline deymiz endi, belgilik bir o'lchamga yetish kerak. Bu o'lchamlar ichida eng oldida fikr va ifoda o'zgarligi, diniy o'zgarlik, shunday o'zgarliklar keladi-da endi. Agar biz shunday bir insoniy o'zgarliklarni biz xalqimizga beralaymiz, shu tuproqlarda yashagan insonlarga şununla kapalatlı kılayımız deydiğen Uygurlar şunda işenç veremezse, Uygurlarga devlet kurumuz desek, hele o Xitay emas, Uygurlar devlet kuruşta Xitay, Amerika, Avrupa bütün dünyanın karşılığı uçuraydı. Şuna biz bu yerde belgilik bir seviyeye yetişimiz gerek. Şunun içinde en altıda hal kılışımız işler, başka milletlerinin, başka dinlerinin, başka medeniyetlerinin ki Şarkı Türkistan zeminindeki hakkı kandak buldu. Bularning haqqi, huquqi qo'g'dilmamdi, qonuniy jihatdan kapolatga ega bo'lmamdi deydigan mushundaq bir belgilik maturity deymiz hamda olgunlaşma, Uyg'ur için deydi, mükemmellik seviyesi yetiş gerek bunun için mesela. Şuna bu yerda agar biz vatanimizga qaraydigan bo'lsak, o'tgan 70 yilda Xitoy bütün kuchi bilan bizni dinsizlashtirishga, islomdan uzoqlashtirishga urindi. Bunda bir vaziyette şu 20 milyon Uygur değil, ben okumayımız var mı? Numarını hiç kim sanat 20 milyon, 25 milyon da çıkmadı yani. 20 milyon da oylayımız hem de. 20 milyon Uygur'un içi de şu Xitay'ın ki ta tuğulgandan tatıp Ali mektebin püttaya geçip olan ceryanı da yakımız hayatı bu içe siyasi, iktisadi, ictimai, medeni aşı bütün kolundaki imkanlar bilen Uygurlarını dinden çıkışkı zolamamdı Xitaylar. Meyli bu zolaş olsun, meyli bu azdırış olsun, meyli bu teşvikat olsun, meyli bu menajüş olsun, meyli bu mekteplerde okutiş olsun. Kılıdı o.
şu 20 milyon Müslümanların, Uygurların içinde nurgulları ateist. Bularınki ismi Abdullah buluş mümkün, dadısının ismi Muhammed, apısının ismi Ayşe buluş mümkün. Ama nurgun dinge itiqat qilmaydigan Uygurlar var. Bu bir bizning e'tirof qilishga tegishli bir vazifamiz. Endi ta 1800-yillardan tortib shu bizning vatanimizga kelgan missionerlarninki xizmatlari bilan, qilgan missionerliklari bilan vatanimizda xristianlik dini tarqalgan. Xristianlar bor. Buni ko'zingizni yummasingizmi? Bu ya Hristiyan yok da beshingizni qumga tiqib olsangizmi? Hristiyan Uyg'ur bor. Endi bu Hristiyan Uyg'ur bilan bizningki hozirgi musulmon Uyg'urlarning o'rtasidagi munosabat qanday bo'lishi kerak? Biz bularni jamiyatimizni siqib chiqarib o'tamdi. Biz bularni aramizga kirganda bundoq ta'tir qarab, maymoq olib yoki musulmon bo'lishga zo'rlandik, musulmonda ko'rinishga zo'rlandik. Aziz qarindoshlarim, musulmonlar islom dinining Arslan, men sana bir savol so'ray. İslam dininin en çok düşmanı kim o? İslam dininin en çok düşmanı Ha. şeytan, iblis, şeytan. İblis şeytan. Ha. İblis şeytan. Bence aslında lekin bana nispeten İslam dininin en çok Müslümanı Ya da özümüzün nefsimizden dokuyan. cahil Müslümanlar. Ha. Dünyada hiç kim cahil Müslümanlar dek, siyasi İslamcılar dek, dinimizni suistimal kılıp satıdığanlar dek, dinimizni destek kıptırıp özünün siyasi iktisadi menfaatiga çok tatıdığanlar dek hiç kim İslam dinine zarar verip bakmagan. Hazırki muşundaq ahlaksız, naçar, oğri, yançıkçı, haramı kömsüzmüşündüğün. Başkalarının yopkusunu ölçen dese bütün küçülen yopkusunu ölçep imanını ölçeydiğin. Ama özünün içinin oğri, yançıkçı, bulanıcı, karakçı, şapakçı, muşundaq rüşvetçi demek parxor la çıkan vaxtıda bir eğiz gipini kılanmaydıgan Müslümanlar söylediğin. Hazır yaşlarda muşundaq Müslümanlar qarab, mesela yey Müslüman degan muşundaq jirginishlik, saskinishlik bir narsa bo'lgan bo'lsa, bo'ldi men Müslüman bo'lmayman degizayotgan hozirgi Müslümanlar, hozirgi munofiqlar, hozirgi Qur'oni Karimni sahnaga chiqib dam damlatib, yo bo'lmasa Qur'oni Karimni ishlatgan o'zini Müslüman deb ataydigan yolg'on Müslüman islomchilarning Müslüman bo'lgan mesela. Nimishqa biz Hristiyanlarga hujum qildik? Nimishqa biz aramızdan chiqqan Uyg'ur Hristiyanlarni tanqid qildik ekanmiz? Masalan, Türkiye Cumhuriyeti hazır Türkiye şunda Uygur bağlı mesela. Bu şeyde bizim tırlavatkan yakımız tanıklık kılatkan Uygurlar Türkiye'den geliyordu. Mesela Türkiye Xitayda Uygurlar üstüden test kılıngan yakımızsa Uygurlarını çaşkana oşaş sınak kılgan. Anındaki Xitayda 25 dolar gısitlavatkan Türkiye'de 75 dolar 50 milyon tal nimaldı. 50 milyon tal vaksin aldı. Hem de tünü gün Washington Post'u çıktı. Xitay şu Sinovac diyen nimini vaksinini para verip nim kılıp ötmeydiğin sınavlardan ötküzüp icazatnameler, ruhsatnamelerini mağlup nimiga vaksinaga işengili buldu deydiğin belgilerini şu Xitay'ın özde para verip ağırlık oturup çıktı. Mesela şu İslamist bir hükümetinin, İslamist bir partinin, İslamist bir ministri oturup çıkıp muşunda milyar dollarla haram işlep ayaktan Uygurların kini bedeliga işlep çıkarılgan bir vaksin situasya gım kılanmaydı. Mesela biz nimişka özümüzün arasındaki münafık işplaslarını taşlap koyup, jilanның başlarını taşlap koyup, bizden öz ihtiyarlan Hristiyanlarını yaşatkan, Uygurları bir yamanlığı bulmagan Hristiyanlarını çekik hakkı dekimiz. Mesela ötkende Türkiye'de özünün nefsini çok dağıtıp, vatandaşlığını sitip, özünün yakınlığı berip, koludan işkenmeydiğen Uygurlara vatandaşlık demeyin. Anladın ki, şu nim kıkandın ki sahneye çıkıp, Allah'ın ayetini nakıl keltirip, özünün haramıga çapan yaptı. Allah'ın ayetini defsendi kıldı. Bundak haramzadelerge bir yığız yakılanmayan Müslümanlar nime de aramızdan çıkan Uygurlarga ziyankeş çıkınmagan, hatta koludan kelse Uygurlarga paydalı kılıp şu çerkavlarda Uygurların derdini anlatıvatkan Hristiyanlarga hücum kıldık. Nimişka aramızdan çıkan münafıkların imanını ölçmeyi, aval Hristiyanların imanını ölçeyimiz. Şakiye tarikatının Türkiye'de Ensar vakti küçük ballağa ya Ensar ya benim oğlumun ismi Ensar. Muşundak bir güzel isimli vakitinin ismini koyup 40 balığı baskınçılık kılan şu vakitini
Nima deb aramızdan chiqqan musulmonlar tanqid qilmaydi. Shunga agar musulmonlar tanqid qilmaydi desa, avval musulmonlar o'zining ichidagi munofiq, mushunda xoinlarni tanqid qilsin. Xristianlarga bizning cho'limiz yetmaydi. Shunga meningki endi nasihatim bu yerda musulmonlarning ichida o'g'ri yanchiqchi, bulonchi, bosqinchi, mushunda o'g'rilar chiqqan vaqtida, xiyonatchilar chiqqan vaqtida bularni tashlab qo'ysak, musulmonlarga, xristianlarga cho'limiz yetmaydi. Avval malani bitirib qildi, ammo xristianlarni biz o'z aramida yashag'ili qo'yaylik. Bularni siz zo'rlab, qallisi qilishdanlab musulmon bo'ling desingizmi, ichida agar musulmon bo'lmasa, og'zidan musulmon bo'lsa, baribir u munofiqlik. İnsanlarni zo'rlab, dinda zo'rlash yo'q. Aşağı bir oyat bormi yo'qmi? Dinimizda zo'rlash yo'q. Biz bir odamni zo'rlab musulmon qila olmaymiz. Alloh ixtiyordan qo'ygan bu ishni. Tamam. La ikrah fid din, lekin o tam o oyatga undaqlar tushmaydi. Neyse. Endi nima kelayli? Tamam, masalan birisi debdi, mesela İslam'ın düşmanı en çok Xitoy. Mesela hozir Uyg'urlarning düşmanı en çok Xitoy. Yani demakchi bo'lgani bütün kuchimizni mesela Xitoylar qarshimiz kerak, shundaymi? Men hozir bunda o'ylayman-da endi. O'zim mushu necha yil jarayonida his qilgan narsam Payg'ambar alayhissalomga Payg'ambar alayhissalomga can you just ignore it? Don't worry about it. Yeah, it's about some other problems. Okay. Payg'ambar alayhissalomga birinchi bo'lib nazil bo'lgan oyat Iqro. O'qu masalanda. Shunga bu yerda o'qish, koinotni o'qish, ilm-fanni o'qish, dunyoni o'qish, bo'liqi nuqul alda Qur'oni Karimning arabchasini bilmay o'qimaslik emas, cho'qim o'qish kerak, savob bo'ladi. Alloh inshaalloh hammamizni o'rganishga, o'qishga nasib qilsin. Ammo uning bilan cheklanib qolmay, shu Qur'oni Karimni tushunadigan diniy yoki bo'lsa fanniy bilimlarni o'rganmasak, buni tushunolmaymiz masalan. Mencha mushu necha yil jarayonida men shuni o'rgandim. Xitoy bizning dushmanimiz albatta. Xitoy islomning dushmani albatta. Ammo Uyg'urlar uchun eng chong dushman jaholat. Buni sen Abdülkadir Damoğlu'nun davriga borsan, Abdülkadir Damoğlu mu degan islomning, musulmonlarning, Uyg'urlarning dushmani jaholat degan o'sha odamni o'qitgan madrasalardan. Shu vaqtda Mehmet Ali Tevfik efendim masalan maktab ochgan nemishqa shu vaqtda tushunib yetgan Uyg'urlarning birinchi dushmani jaholat, Uyg'urlarni o'qitishimiz kerak. Hozirmi men shunda deyman, hozir biz mushu Uyg'urlarni mushunda qaloq saviyasiz tashlab qo'yiversak, bular o'qimasa, aşındaqılıqı vaqiraydigan, hissiyatını doңgaytadigan siyasilarninki, siyasi İslamçılarninki, İslam dinini özünün siyasi menfaat üçün işiltadigan insanlarning aqida mengishdan, anniki shu mengish orqali o'zining diniga ziyonkashlik qilishni yanmaydigan mushundaq bir vaziyat kelib keldi. Shunga Xitoy avlati dushman, ammo bizning hozir qiladigan ishimiz bilim ilish, jaholatga qarshi o'zimizga qarshi kurash qilish. Mesela ben nurg'unlar yazıvatırı, nimish uchun biz so'zlayapmiz, nimish uchun shu Uyg'ur xristianlar o'tirib chiqib so'zlamayapti. Mencha buning bir yaxshi javobi bor deb o'ylayman. Birinchisi bunda bizning masalan yine men buni chiqdim degan payg'ambarlik alayhisalom davrida bir kuni yosh payg'ambar alayhisalom deb ya Rasululloh, mening zina qilgim kelib ketdi. Ya o'ylab yiqinglar, mushunchilik darajada qo'rqinchli bir gapni olamlardan, osmonlardan oyat keltiradigan, akildigan bir payg'ambarga deyishdan tap tatmay deyilganda endi bu yerda. Bu yerda hamda shu nimalarni ochiq kelib sahobalarning degan vaqtda payg'ambar alayhisalom shundoq muloyimlik bilan muomala qilgan bu insonga. Bu yerda bu zina nimasi emas. Nuqul zina nimasi emas, hadis emas. Bu hadisning yana bir liderlik tarafi bor. Payg'ambar alayhisalom davrida insonlar shunchalik erkinki, o'zining ishongan problemlarini, o'zining masalalarini dadillik bilan o'tirib qo'yoladi. Agar ular har qitim mushundaq bir savol so'rgan vaqtida, masalan birisi mening xristian bo'lgim keldi, masalan birisi mening zina bo'lgim keldi, masalan birisi mening aroq ichgim keldi degan vaqtda, "Voy sen qandoq musulmon qallana olma" degan bo'lsa, hech kim mushundaq g'ayrat qilib shu gapni qilolmaydi. Demak, payg'ambar alayhisalom o'zi bir Rasululloh, musulmonlarning lideri bo'lish bilan shunchalik bir sharoit hozirlabdiki, har qanday odam yuragidagi gapni qo'rqmay deyoladigan bir vaziyat shakllantirgan. Ammo biz hozir Uyg'ur jamiyatiga qaraydigan bo'lsak,
bir adam o'xshamaydigan bir siyosiy ko'zqarashni, ya'ni o'xshamaydigan dinga, o'xshamaydigan siyosiy bir ko'zqarashni o'tirib qo'yib qo'yguncha, avtonomchi, Uyg'urlarning dushmani. Buni yo'qotishimiz kerak. Masalan, Abdulla Ayib hujum qilingan hujumlar, masalan, boshqa ziyolilar qilingan hujumlar, masalan, san qilingan hujumlar, manga qilingan hujumlar, avtonomiyachilik hujumlari, masalan, har xil har yanza nimalar chiqdi-da, masalan. Bunda bir vaqtda bu Hristiyanlar, Uyg'urlar, masalan, Hristiyan Uyg'urlar normalda o'zining dinini isbotlashga jur'at qilolmay bo'lsa, bizningki mahalla bosqich deymiz-ku, masalan, bizning Uyg'urlarningki jamiyat bisimi, psixologik bisimlari tufaylidan bu insonlarning avval Hristiyanligini normallashtirishimiz kerak. Bular biz musulmonligimizni qanday yushamay yashalgan bo'lsak, u Hristiyan Uyg'urlarmi Hristiyanligini yushamay, Uyg'urlardan bir zarba yemay, til eshitmay, ahonat eshitmay yashaydigan bir davr kelgan vaqtida anandan keyin o'zining Hristiyanlik kimligidan o'tirib chiqib xizmat qila oladi. Hozir beshini chiqib bo'lg'ich bolqulan izib basangiz, qanday o'tirib chiqdi bu insonlar? Shunga birinchi qadam bularga bir erkin bir sharoit hazırlash. Endi nurg'unlar masalan bu temani chiqarishdan burun dedim bu, ya'ni bu acaba biz o'tirg'a chiqadigan bir temami, acaba qanchalik inson borki jiq bo'lsa bir ishga bordi, ya'ni buni olib chiqishning bir ahamiyati nima deb so'ragandim. Endi nurg'un qarindoshlarimiz shunday gaplarni qilyapti. Buni ahamiyati nima? Nurg'un yaxshi so'zlar qiling, hamda vaqt kelgan chog'da ahamiyati nima hozir? Nimaning ahamiyati? Yani bu temni hozir so'rab chiqish, masalan, bularning soni nihoyatda az yoki bo'lmasa qanchalik foydaliqdir bu gaplarni hozir qilish. Nurg'un ishlar bo'layotsa, masalan, nurg'un qaynatib chiqyapti. Masalan, ya bu gaplarni qilmay o'zinglar ishinglarni qilsanglar bo'lmamdi, fatvoni imom kisa bo'lmamdi degan gaplar bo'lyapti. Ya masalan, men qilayotgan ishimda masalan, ya Xudoyim ba'zi vaqtida Xudoyim kechiray inshaalloh bu qitim. Masalan, men qilayotgan ishimni sen bir umring bo'yicha qilolmasliging mumkin-da, masalan, bir hafta qilgan ishim. Shunga bu yerda ham bu meni bir nimaga zo'lamay, masalan, bizning qilayotgan ishimiz, men nima ish qilyapman, nima ish qilmayapman, sening tushungga kirib chiqmaydi masalan. Qilayotgan ishimga alhamdulillah, mayli bu o'zimning millatiga qilayotgan xizmatim bo'lsin, bu mayli jamiyatga qilayotgan xizmatim bo'lsin, bu mayli Amerika jamiyatiga qilayotgan xizmatim bo'lsin, mayli bu o'zimning oilasiga qilayotgan xizmatim bo'lsin, mayli bu ilm bilim ish ya o'zini taraqqiy qildirishim bo'lsin, buningga endi sana bu yerda o'tirib im qilishning hojati yo'q, anglab o'tirishning hojati yo'q. Bu bir. Ikkinchisi, mushunchalar ishlarning ishida hamma odam nimaga amroq, oson gapga amroq. Uyg'urlarga shunday masalan, davlat qurayli, Sharq Turkistonda Xitoylarni qo'g'lab chiqaraylik, qirib o'ttiraylik, aqlaylik. Qanday qilamiz desa, bu to'g'riliq hech qanday bir plan yo'q. O davlat quramiz. Masalan, tushunmi? Bunga o'xshash hozirgi mushu vaziyatda mening ansiraydiganim hozirdan boshlab mushu nozik masalalarni iboyna chiqdim deb bo'ldim-ku. Shunga da'vatime iqro o'qishimiz kerak deb. Shunchalik oddiy til bilan ifodalab beryapsam, yana bir tushunolmay, yana tushunishga so'rayotgan bo'lsa, yana qaytarib tushuntirib beray. Biz Sharq Turkiston davlatini qurishni xohlaymiz. Sharq Turkiston davlatini qurish uchun birdan-bir Xitoy bilan qarshi kurash qilmaymiz. Xitoy bilan qarshi kurash qilishga barobar dunyodagi boshqa davlat, boshqa tashkilot, boshqa millatlarningki qo'llashini qo'lga keltirishimiz kerak. Biz Xitoyni yengib yoki bo'lmasa yengay deb turgan vaqtimizda Amerikani, Isroilni, Rossiyani, Yevropani oqimizga ololmay, qarshimizga olib olsak, yana baribir davlat qilolmaymiz. Yana baribir munqarizlikda qolamiz. Buning sababi shu. Hozirgi dunyodagi davlatlarning ichida North Koreya, Shimoliy Koreya, Xitoydagi bir qancha davlatni chiqarib olsang, qolgan 190% davlatlarda belgilik bir standart bor. Belgilik bir belgilama bor bu yerda. İnsani fikir özgürlüğü, din özgürlüğü, muşundaq insanlarning haq huquqini qo'g'dash özgürlükleri bor. Biz muşularni agar davlat qurgan vaqtimizda Uyg'ur xalqi, kelgusi qurilgusi Uyg'ur Cumhuriyeti, Uyg'urlar emas, Uyg'ur musulmonlar emas, shu tuproqda yashaydigan bütün millatlarning, bütün dinlarning, bütün insonlarningki haqiqiy huquqini qo'g'daymiz deb kafolat qiladigan vaqtda anandan keyin dunyo biz tarafga o'tib, ha, ma millatga davlat qurishga yordam qilaylik, e'tirof qilaylik deydi. Bo'lmasa, yana ashada qon to'kilgandan keyin yana 3-chi jumhuriyat qurilib, ish gapniki tugisa, yana mushu o'tirib qolganlar, mushu Facebook gapib o'tgan bilan, jangga uldiganlar, kecha kunduz xizmat qilayotganlarning amgiki bekor bo'ladi. Endi inkaslarni o'zan ko'ryapsa bir nechini tanlab ashundan bir so'zlab o'taylik.
Seninki demekçi olduğunu gayrimüslim Uygurlar çekip kalkmaylı demekçi mi? Onlarını toplumun içine ilip kırıp Uygurların terkicide Hristiyanlar ya mında işlemdi. Bu ulanın içine hep kırmızak mı? Bu insanlar ameliyette bizim içimizde yaşayatkan nurgun ben Hristiyan insanlarını bilmem. Malık bazen vakti sualınki nemesinin bilgi olduğu mesela. Mabalınki sual uğraş uslub bek mühim kerindaşlar. Ben ya da azrak yakıp koyay. Bazı insanların ağızdan İşçi bir jundu olgandan ağzı jundulam tamlaydı da mesela gazap nefret çiçanış bu mesela. Mesela bir adam İslam dinini öğrenmekçi olsa mesela deyli men tudahım ba tudahınınki bir dini yok ama İslam dinine kızıqıdı. Kaplan birinci op peygamberinin qancha xotini var? Hazreti Ayşe degan qiz ular qancha yaşdı deb qopqandan keyin az savol so'rash uslubidan bunun aslida İslam dinini öğreniş emas, qo'lash, matalash, tatalash bir nimasi borligini bilaymiz. Şuna bir yerde İslam dinini sorgan vakitte güzel usluplar bilen Allah bağımı, peygamber bağımı, nimede madem bilen bu Kur'an-ı Kerim'deki bazı peygamberler Tevrat'ın İncil'de badab sorsa bu lece demek deyimiz hem de bir yaxşı soraş uslubu. Ma kendi şimdi soraş uslubu doğru değil mi? Çıkıp koysam ama Nuri Eltiri'ninkine. Uygurlar, Hristiyanlarını içimizde kuzat sizin demek olduğunuz gayrimüsliman Uygurlarını çetik kalkmaylı demek için mi? Ya ki ularını Uygurlarını ilip kırıp Uygur'un tarafında Hristiyanlar var degan uqumda başkaları bildirishim aniq bir narsa bilmedim. Mında qarindishim. Men o'zim his qilishimcha ba'zan Hristiyan qarindoshlarimiz bor dunyoning har qaysi yerida. Bu Hristiyan qarindoshlarimiz hozir Uyg'ur jamiyatininki bisimlari tufaylidan o'zining Hristiyanligini oshkorlamay yushurin yashaydi. Aramızda hatta bazı vaqtida musulmonda ko'rinish majburiyati qoldi. Bu insonlar nima ish qilamiz munofiq qilib zo'rab masalan. Agar bu insonlar o'zi demiş mi derse? Bu insanlar özlüğünden mesela Hristiyan boğan takdirde eğer cemiyetimiz bulanı sıkı çıkarsa, bulanı yüzü karmasa, bulanı tıllısa, elbette bulanın Uygur boğusu var. Elbette bulanın dutta tembu çağısı var, bulanın dapenci ilgisi var. Mesela şuna biz kanda kılışımız gerek. En avval bulağa psikolojik bisim kılmay, Hristiyan boğanlığı tüpeyleden bulağa tıllamay, yaman karamay, yaman gözden karamay, çekik kalkmay, normal bir Uygur'daki itiraf kılaylı. Bularını çekik kalkmaylı demekçi. Muşunu demekçi. Anladın ki çoğun bir kölemde vatanımız kurulgan vaktida biz her qaysi dinlardaki insanlarga muşundaq haqqi huquqiga kapolat qilamasak biz davlat quranmaymiz demekçi. Ama herkes Hristiyanlıqni targ'ib qilayli demekçi emas. Haqqasınlarınki imanınlar küçük olsa, İslamga xizmat qilinglar bo'lsa, shundaq bir musulmon bo'linglar ki Kristaldek, almasdek parıl pırıl pakıranlar, yaltıranlar. İnsanlar size qarab, ya Allah, musulman muşundaq bulduğun bolsa, memi musulman bulayçı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özününki güzel ahlak faziletülen, kılıç ulan emas, kallanı kesilmen dep emas. Özünün güzel ahlak ulan insanların İslam'a davet kılan. Ben hazır muş insanlarınki, bazılarınki uslupları, davatkan siskapları, kılıvatkan hücumları, vay haqqasın elə qoy İslamkən sana qarğan insanın Müslüman insan dinini taşlab çıxışı mümkün haqqasını qarab. Məsələn, şuna bu yerdə təbliğ emas, ağzı bat Müslüman bulaylı, anda qılaylı, manda qılaylı emas. Senin yaşaş usulun mühim. Sen yaşayışın gerek. Aval. İbaqı məsələn, qul azad qilish to'g'riliq hikoyani gapiramiz qarindishim. Şu men xatolaşmasam İmam Malik'e bir Müslüman İmam Malik'nin yanına berip şu qulluq yani qulni qo'yib bersa qanchalik xayrlik bo'lganini bir xutbada bir so'zlagan bo'lsang deydi-da. Şu İmam Malik ha ma'qul deydi. Qarasa bir hafta o'tib turib, 2 hafta o'tib turib, xutbada bu qulluqlarni qo'yib berish to'g'risida gap ochmaydi-da. Shunda necha oy o'tib turib, necha oy o'tgandan keyin İmam Malik oxiri shu qulni qo'yib berish to'g'riliq bir xutba juma namozida so'zlaydi. So'zlab bo'lgandan keyin iliq musulmon kap İmam Malik men bu savolni mushta dang deb necha oylarning oldida desam, nima uchun bugun deb qoldingiz desa, o İmam Malik dedi ki, men başta o'zim bir pul yig'ib bir qo'lni og'idek bir nima yetgandan keyin men bir qo'lni ap, ondan keyin qo'yib berdim. Ya'ni qo'lni ilib, ondan keyin qo'yib berish qanday his qiladi, qanday bo'ldi, qancha ig'ir bo'ldi, his qilib bo'lgandan keyin ondan keyin men xalqqa da'vat qila oldim bu ishni. Bo'lmasa men uni yashamay turib, uni ko'rmay turib, uni qilmay turib, qanday men buni boshqalarga qilinglar deya olmayman deb mushta bir javob berdim. Şuna bu yerda
gapni qilish emas, yashash muhim. 30 pora Qur'onni yodlash emas, yashash muhim. Ashning ichidagi har bir oyatni yashay olsangiz, anandan keyin haqiqiy musulmon bo'lgan bo'lasiz. Sura Fatihani yaşayamayotgan insonlar var. 7 oyat men Sura Fatihadagi iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Faqat sendan yordam tilaymiz. Faqat sana ibodat qilamiz degan mushu bir gapni, mushu bir cümlenin yaşayamayotgan nurg'un musulmonlar var. Çünkü şafaatçini Recep Tayyip Erdoğan da gördü. Yakımız Trump bizni kutuldu. Yakımız Joe Biden bizim hayatımızda ayanmayan kılıyordu. Ya bu yerde bir yaratkan Allah var. Allah'ın iznisiz kıl termeydi. Belgenle belgizgen, ağanla ağızgan Allah deyiş gerek. Mesela o benim diplomam var, akıl ötümen, kök kıl ötümen, ben mançılı okudum, anda kıldım, manda kıldım. Ya İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Fakat Allah'ın kütse, diplomandan emez, tapkan pulundan emez, xotun ballarından emez, maşinandan emez, üyünden emez. Yığıştırıp kelsek, etrafımızda Butqa, Lat ve Uzzağa itiqat kılması mı? Pulga, küçke, makamga, mensepke, milli istihbarat teşkilatıga, mesela Türkiye hükümetiga şunçilik eski işlerini kılıp durması mı? İtiqat kıldığan insanlar var. Mesela bu yerde yığıştırıp kelsek, iman metre dep bir nersi yok dünyada. Hiç kim Sinan Jürgen'imi içip qarab bakmagan, Minan Jürgen'imi içip qarab bakmagan, hazır Hristiyan bir boğan Uygur'un ki qaysi vaziyetini üldüğanlığını hiç kim bilmeydi. 5 vaqt namaz okup, en ahırı kelgen vaqtida Müslüman biti ölmey, kafir biti ülep tutgan insanlar hiç kim bilemeydi. Şuna bu yerde çoğun sözlemesi gerek. Bu yerde bizning vazifemiz ya biz qazi emas, ya İslam şer'i mahkemesi emas. Bizning bundaq bir insanның imanını bağlaydigan, onu jazalandırdigan, onu yaxshi yomon deydigan bizning vazifemiz emas. Qur'oni Karimda undaq musulmonlarni bir-birini imanning og'irligini o'lchanglar, mancha metr ekan, mancha kilo ekan deydigan bir narsa yo'q. Bu yerda musulmonlarningki men uchun eng ichinishlik xatoliklarning birisi ujub. Ujub degan nima deganini bilmaydigan insonlar bo'lsa, eng boshda ujub qilgan mahluqot şeytan. Şeytan iblis vaqtida Allohga itoat qildi, Allohga yiqindi, Allohga yiqinligidan faxrlanadi. Mendek yiqin adam yo'q, mendek zikr qilgani yo'q, mendek bildigani yo'q deydi. Eng oxirida kofirlarni bo'lib ketdi. Sizmi o'zingizni albatta Alloh iymoningizni mukammal qilsin, cho'ng qilsin, xayrli qilsin. Ammo qaysiki bir musulmon, voy men texmi bakrak taqvo. Meningki hozir taqvoliqim shunchalik bir darajaga yetdiki, insonlarning iymoniga, axloqiga baho bergidek, insonlarning yo'qisini o'lchigidek, insonlarning saqal burnini o'lchigidek bir holga keldim degan vaqtingizda siz ujub qilgan bo'lasiz, o'zingizni Allohga emas, o'zingizning iymoniga, o'zingizning taqvoliqiga worship deymiz hamda iqtidor qilgan bo'lasiz. Shuna bu yerda musulmonlar o'zining taqvoligidan aslo va aslo faxrlanmasligi kerak. Bu intayin cho'ng ichilish bir ahvol. Hatta bir qitim shunda bir urush vaqtida esingda bormiki, payg'ambar alayhissalom shunchalik qaysarlik bilan urush qilayotgan bir qahramonga "Ma'u musulmon biti o'lmaydi" degandan keyin "Ya Rasululloh, shunchalik darajada qahramonlik qilyapsa." Esing bormi yo'qmi shu hadis? Andan keyin bu inson eng oxirida o'zini achchig'i paylamaylik qilishib o'zini o'ldirib oldi hamda. Shuna o'xshash bu yerda u yerga urushga borgan inson Alloh uchun bormagan, men yomon deyishga borgan. Shunga siz salingizning og'irligi, yoki bo'lsa to'ningizning uzunligi, yoki bo'lsa iymoningiz, e'tiqodingizning unda nima qilmang. Insonlarni sizning har qancha ketsangizmi baholash huquqingiz yo'q. Musulmonlar, Uyg'urlar bo'libmi ichimizdan chiqqan insonlar bu ishni tashlab, boshqalarning iymonini baholashdan tashlab, eng avval o'zimizning iymonini baholaylik. Başkalarını tanqid qilmay, eng avval o'zimizning iymonini tanqid qilaylik. Boshqalarni islomga da'vat qilmay, eng avval o'zimizni islomga da'vat qilaylik. Mushunda qilgan vaqtimizda biz yaxshi bir musulmon bo'la olsak, anandan keyin insonlar bizga qarab, "Ha, ma haqdinki" deydi. Bo'lmasa sizningki hozirgi musulmonlarning ichidagi axloqsizliklarga qarab, insonlar yelqo xristianlarning musulmon bo'lishiga, musulmonlar dindan chiqib bordi hozir sarkinib musulmonlardan. Şu memmu nurg'un musulmonlardan shu chiqib ketgan, yo burun namoz qilayotgan bo'lsa, hozir namoz qilmay, yog'liq chekayotgan bo'lsa, yog'liqni chekmay, saqil qo'ygan bo'lsa, saqil qo'ymay, masalan, o'zining ixtiyorida, lekin sababi nima? Chunki palonchini ko'rim, palonchi, bu ko'chadagi maldagi Abdullani ko'rgandim, palonchi ekan, asli mundaq ekan. Men uningdek bo'lib qolmay degandek, asli u yaxshi bir sabab emas, lekin shundaq ishlar tufaylidan iymondan chiqayotgan insonlar bor. Andan keyin bundan narsaga bekchiq
uchraymanchu. Bular qaysi madrasaning imomi degandek. Hech qanday bizda mushta bir kasal borchu. Shayx bo'lmag'icha, imom bo'lmag'icha, qozi bo'lmag'icha, yo bo'lmasa qirochi bo'lmag'icha, islom haqida so'zligili bo'lmaydi. Bir oyat bilsangmi yetkazing degan gap bor tursa. İlla o bir şart emas-ki, dünyadaki hazır ben buni necha qitim deb o'tgan. Dunyodagi hozir eng chong islom kanali emas, eng chong internet kanali Peace TV. Peace TV'ning sahibi kim u? Doktor Zakir Naik. Doktor Zakir Naik şeyh emas, imom emas. O faqat normal bizdek da'vo qildi. Ani o'qigan, bir narsani nim qilgan, lekin qo'lida unvoni yo'q. O menga doktori. Hech qanday bir nimasi yo'q u odamda. U mu da'vat qiluvchi, endi amsa bu qaysi imomning madrasasini aşı doktor Zakir Naik deb qilgan odam nim deydi. Onu jugishtirib kelsam, hamda bo'liqi hamda deyman-ku hamda. Avval musulmonlar o'zimizning ichidagi axloqiy masalalarimizni hal qilaylik, qarindoshlar. Haq nohaq deyilmay, ikki kuchning birisi bo'lsa, ikki gapning birisi bo'lsa, eshakka kuching yetmas ur to'qimni deb nim qilmay, avval shu ichimizdan chiqqan masalan yaqinda chiqdi bu. Xudoyim kechirsin. Hamda oyoqidan agashgan musulmonlarni Türkiye'deki Uşakiye tarikatınınki imamı, ya Allah, maşallah, yeşil salla, ilk salamın yoğallığı. Osmanlı'daki üzükler, asıla, ilk tonla, maşallah, kargan adam, bir xil aşı. Bu adam neymiş kıldı? Özünün okuğucusunun, talibinin 12 yaş kızga basmaçılık kıldı. Ayaktan Allah dep, 10 minlarca, 20 minlarca şuna ergeç güçleri var mesela, aşıdamınınki. Çok bir tarikat. Şuna bu yada, kalpaklan bolsa, selilan bolsa, yakın bolsa, palancı bir caminin imamılan bolsa, dindan unutulduğun gap yok. Bizninki en içini çık vazifim nim oldu diye vaxtda, bunu bir kesip aylandırıp olgan. Din kesip emez aziz qarindoshlar. Bu imamlık buluş bir kesip emez. Bu yada hemmeden aval doktor buluş gerek, aval ticaretçi buluş gerek, aval yakın bolsa, okutucu buluş gerek. Özünün rızkını bir yerden qamdab, halal emgik bilen, özünün kesip bilen qamdab, anandan keyin iştin sırtqı vaqtlarda imamlık kısa, ben bu insanlık ölmek kılma. Bir adam imamlık kılıp maaş alsa o vaxtda eğer o adamın ki insanların anı kılma, manı kılma dediğim işinin başka işi olmasa, oturup ya qosaqlarını işitip oturdu şu, bu yerden. Hemmeden soraş gerek. Ma imamның vazifesi nima? Neymiş qandab jambaqlar? Bu Peygamber Aleyhisselam davrida beringlar bütün sahabelerning özünün kesibi vardı, ticareti vardı. U yerda atdiganni keşkişi dünyani o'tib, pul tepib, unda qilgan ish yo'q u vaqtlarda. Hammadan o'zining kasbidan sirt islomga vakillik qilgan bu yerda. Unda hozirgi o'xshash islom dinini sitishni, yoki bo'lmasa anglitishni, yoki bo'lmasa maqola yozishni, tabliq qilishni kasb qilib, u tabliqdan pul topmagan. Hadi qiziq ketdi bu ya. Vaqtim bir qoldi. Mening boshqa nimam yo'q. Qarindoshlar savol so'rasa, bir inkaslarni olsang. Hamda meniki hamda yig'ishtirib kelsak aziz qarindoshlar, bu yerda eng muhim deydiganim ujub qilmayli. İmanimizni faxrini boshqalarning imonini nima qilmayli, ujum qilmayli, boshqalarning imoniga o'lchmayli, boshqalarni tillamayli, bizning vazifamiz. Falonchi axloqsiz, falonchininki masalan bir Avstraliyadagi bir adimiz dadisi tugab ketgandan keyin yog'lig'ini elvatgandan keyin bu adimizga intayin to'rda axloqsizlar hujum boshlanib ketdi. Bu adamimizning nima yashig'ini urut dadisi tugab ketgandan keyin qanday bir psixologik jarayonni boshdan kechirganligini, nima o'ylaganligini hech kim bilmaymiz masalan. Shuning bu yerda u adamimizni tillashning o'rniga o'zingizningki imoniga markazlashing, boshqalarningki imoni yo'qisi qaysi dinga qolganligini nima qilmang. Aramızda insanlar hemmadan özgürlüğe sahip çıksa bol demiş şu. Bizim vazifemiz başkalarını tırlaş emas. Bulup mu Uygurların işideki İslam dinine itikat kılmaydıgan Uygurlarını bizim kılmasımız gerek. Zorlap onun ulanı Müslüman körünüşke mecburlamasımız gerek. Eğer muşunda kıra vaktimizde bir iş kişinin işide Hristiyanlar, Uygurların işide çıkan Hristiyanlar özünün dinini yuşamay, eğer aşında yaşsa Uygurların tayak yemey, tıl işitmey, ahanet köymey, çekik kılma yaşayalasa bu vaxtda bir normalleşik başlandı. Bu normalleşik başlanğan vaxtda biz bu Hristiyanlarni yediğo yemeken Uygurlarga ziyanlık buluşkan. Biz bu Hristiyanlarni xalqlar sahnede Uygurlarga körüklük oynap teximicik
Uyg'urlarning mustaqilligi uchun, vatanimizdagi Uyg'urlarning jinni qutuldirish uchun bularni xili cho'ng ishlarda biz o'zimizga yordamchi qila olamiz, ittifoqdosh qila olamiz. Payg'ambar alayhisalom davriga qaytib borsangizmi, shu vaqtdagi Yahudilar bilan nurg'un ittifoqdoshliklar bo'lgan, nurg'un to'xtamlar bo'lgan, ilish berishlar bo'lgan. Shuningga o'xshash biz hozirgi Uyg'urlardan chiqqan xristianlarga biz shularni qarshilab, ishtirib, sen musulmon emas deyishning o'rniga ishimizga akirib, o'zimizni kuchlantirib, Uyg'urlarga, shu Uyg'urlarni Hristiyan dunyolarida Uyg'urlarga bir destek to'plashimiz kerak. Bo'lmasa siz ham qarab shu hozirgi Uyg'urlarni setayotgan musulmon davlatlarga qolgan gap shu. Oh. To'xta, bir nimasi deb to'xta qoldim. Men nima o'qiyapman? Ha, mana shu. Uzoq so'zga turibdi. Mana dinda o'qib qolgan bo'lsa qil ish bo'lgan. Men dinda o'qimadim qarindoshlar. Dinda o'qimadim, o'zim qo'limdan kelishicha yashashga tirishyapman. Shunga endi men bir narsani yozib olgandim. Endi deyli aziz qarindoshlar, bir necha minut vaqt qoldi. Men bu bir necha minut vaqtning ishida bir narsani so'rab olay qarindoshlardan. İbayman başı sorgan bir narsa yazmadım. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şu isim çıkan vaktinizde aklınızga kelgan kelimelerni bir Allah rızası için inkaz qilib qo'yamsiz. Muhammed Resulullah siz qalbingizga nima keldi? Başta qarindoshlar ba'zilari yozibdi, masalan, axloq yozgan bor, adolat yozgan bor. Boshqa Muhammed Resulullah desa, qara, mening ko'nglimga nima keldi desam, mehr, muhabbet, shafqat, insonlarni suyish, hayotlikni suyish, gul chechaklarni suyish, hatto hayvonotlarni suyish, koinotni suyish, muhabbet ve suyishdan boshqa narsa kelmaydi qalbimga. Bu inson Muhammed Resulullah hech qachon g'azab bilan uyg'onib, g'azab bilan uxlab qilishini munda bir yaşayan bir insan emas. Muhammed Resulullah hatta Taif'ga bardı o Taif'ga dinan anlatı bardı. Şu vaxtida bu aşağıdaki insanların küçüketip Resulullah Aleyhisselam'ı taşıtıp qoğlap, aşında qılıp qoğlap çıkaran Resulullah Aleyhisselam'ı. Şu vaxtida Peygamber Aleyhisselam şu insanlara dua qılgan. Özgü ucun qılgan, özünün bişigan muşundaq tögününki muş bağırsaqlarını deymiz anda işqanını qoygan muşundaq. Özüge karşı hatta qarindishim, hatta özüge karşı Ebu Sufyan 20 yıl Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem karşı köreş qılgan. Ebu Sufyan. Mekke'nin fethinden ki Müslüman bolgan Ebu Sufyan. Şunun gibi mehr muhabbet bilan ucum qılgan, muamele qılgan. Ebu Sufyan'ın ayalı Hindi. Ya vahşini küçüketip sen Hazreti Hamza'nı öldürsen, ben seni azat kılıma deb Hazreti Hamza'nı öldürgüzüp, Hazreti Hamza'nınki ciğerini çaynagan, yüztürme deb yüzlanmagan. Müşinçlik derecede bir vahşi bir insanı Peygamber Aleyhisselam keçirip etken. Ebu Sufyan'ın uyuga kirib olganlar qo'dildi deb shundoq bir uyga amonlik bergan Peygamber Aleyhisselam. Vahşi qichib yurgan vaqtida xat yozib vahshiga maktub yo'llab, Allah Kerim bütün gunohini kechirdi. Allah mehr muhabbet bilan nima qildi deb Allohniki mehr muhabbatga kechirimchanlikqa oid oyatlarni yozib vahshiga avatib o'zining eng yaxshi ko'rgan tog'isini o'ltagan vahshini akilib musulmon qilgan. Shunga bu yerda Resulullah desa hozirga o'xshash atdigandan keyin qildigan shu torda aning yopkisi, maning chapini, maning to'ni qisqigan, aningki ko'yniga qisqigan deb bu yerda iymon saqchilik qildigan emas. Xalqlarning kallasini olayli, anda qilayli, ma'murtat emas. İnsanlarını suyishdan, insanlarını qutqizishdan, mush insonlar ikki dunyoda saodatga erishgan deydigan bir mehr muhabbatdan boshqa narsa yo'q. Payg'ambar alayhissalomning qalbida g'azab, nafrat yo'q. Shunga biz seni olamlarga rahmat deb avatdiq deb oyat bor. Rahmatan lil alamin deb shunday bir oyat tushagan. Bu yerda nafrat bo'lib avatilmagan. Shunga mening aziz Uyg'ur qarindoshlarimga deydiganim, haqiqiy musulmon bo'lsangiz bir hozirgi torda ko'rib olgan bang bu musulmonlarning nima deymiz hamda tog'ni toshni bombalab aning kallasini olamiz, mani kesimiz, ma kofir, ajohud, ma munofiq deydiganning emas. Payg'ambar alayhisalom o'rgansangiz bo'ldi. Shuni o'rgansangiz mehr muhabbatni atrofingizda
özünüzdek yaşayanmısınız, sizdek namaz kılanmısınız, sizdek takva Müslüman bulanmısınız? Bunda bir normal yaşayotgan insan, hatta harakçısı mı? Mesela hatta günah ötküsü mü? Şu insanlarını siz özünüzge yaxşı görgüzəleysiz. Bu olsa ulan tillap müşunda kılsanız bu cemiyet texmi parçasını tutudu. Bu cemiyet texmi patıdı. Bizninki vazifemiz insanların imanını ölçeş emas, şunu bilin aziz kardeşimiz. Peygamber Aleyhisselam'ın muhabbetini örnek eden hazırki torda köygen onda vaqıraydigan, jaqıraydigan, vang tolaydigan insanlarını örnek alman, period, dan, nokta, en ahırda devlet kurmakçı olsak biz insani bu şundaq bir belgilik bir standart var. Muşnun yetmey durup vatanimizde Şarkı Türkistan kurulgusu Uygur Cumhuriyeti'de, Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'de yaşaydıgan her qaysı millet ve her qaysı dindikilerninki biz diniga, itiqadıga, erkinligiga, fikir erkinligiga, dini erkinligiga hürmet kıldıgan, kapalatlık kıldıgan bir sistem olmay durup biz devlet kuranmaymiz. Eğer Xitayni yansak mı kuranmaymiz, eğer aşındaqlan bulgan bolsak. Muşunu bilin onu aziz kardeşler. Şunun bilen ben bu noktalay. Herhalde bu parangla bir 24 saat, 48 saat, 70 saat, 72 saatgacha bardigan o'xshaydi. Başka gaplar bo'lmasa men oxirlashtiraylik kuzat. Acı bir gün deydi, Şaban'da yapıldığın kardeşim, koşandık mı kardeşimizle? İki ağız gap koyarsan Şaban'da yapmaz kanda oldu ki köre bakay. Ekrana ne vakit veremse? I'm just curious. I was like, I want to know. Qanday mening yemam yo'q da bu aloqa nimasi yo'q. Ha, xuddi men de gap qilsangiz chiqib gap baqson ekranlarda masalan şu. Ha. Ayrim gap qila. Şuna aziz qarindoshlarım, bir-birimizga mehr muhabbat bilan muomala qilaylik. İman saqchiligi qilmaylik. Dinimizda bunday bir vazifa berilmagan bizga. Palonchining imonini o'lchan degan bir vazifamiz yo'q. Şuna Aşağıda bugünkü söhbetim mening gapim tugdi. Okey, qarindoshlar. Duoda bulunayli. Herhalde jiqroq duo qilishimiz kerak bugun. Kelar qatim ko'rishgacha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatulloh.